Yaxshimisiz? Bundan bu viloyat Qonunlarda 100% masalan hammasini yoqdan o'tishga shu soha bo'yicha ishlayman. Bo'yicha mutaxassisman shu sertifikatim bor. Bıçak cüvatıyla Ne iş yapacağız?
ham kelinglar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Etken qurbonlik ehsonlardan, o'qilingan Qur'on oyatlaridan hosil bo'lgan savob safarlarni mana shu Ishtixon tumanidan o'tgan barcha ulug' zotlar, duoda umidvor bo'layotgan ahli ilmlar, bugun yurtimizda bo'layotgan mana shunday obodlikni, obodonlashtirishlikni, eng asosiysi yurtimizning mustaqilligini ko'rishlikni orzu qilib o'tib ketgan ulug' ajdodlarimizni ruhlariga, avlod ona avlodlaridan duoda umidvor bo'layotgan barcha ahli mo'minlarning ruhlariga hadoya qildik. Parvardigor olam ushbu savoblar va barchalarning ruhlarini bahramand, qabrlarni vosiy va munavvar aylagaysan. Robbi taolo bugun yurtimizda juda katta o'zgarishlar, islohotlar bo'lmoqda. Bu bo'layotgan islohotlarni respublikamizning eng chekka viloyatlaridagi eng chekka qishloqlarda ham biz ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Muhtaram yurtboshimiz bir narsani o'zlariga shior qilib olganlar. Xalqni rozi qilishlik degan. Bugun xalqimiz bo'layotgan ishlardan, islohotlardan, o'zgarishlardan, obodonchiliklardan hammasi sen ato etgan tinchlik ne'matini sharofatidan bo'lyapti. Yurtimizdagi bu tinchlik ne'matini bundan-da barqaror bo'lishiga nasib aylagaysan. Jannat makon, jonajon vatanimizni bundan-da gullab yashnashligini o'zing nasib aylagaysan. Bu islohotlarni aziz samoy balo qazoridan o'zingni panohingda asragaysan. Bugun yurtboshimizni yonlarida bellarini kamarbasta qilib xizmatda turgan barcha rahbarlarimiz, viloyat rahbarlari, tumanimiz rahbarlarini qilayotgan ishlarini biz ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. Bu ishlarda ularga kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat ato etgaysan. Qilayotgan mehnatlariga mukofot o'laroq ikki dunyo saodatini ato etgaysan. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azim sultanika wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Bobolaring kim desa, momolaring kim desa, ko'hna dunyo jim kelsa, Xudo bergan O'zbekka. Ulug'bekning ko'zini, Shoh Temurning o'zini Xudo bergan O'zbekka. Buxoriy kitobdorni, Naqshbandil bayorni, Vali Xo'jaxronni Xudo bergan O'zbekka. Assalomu alaykum hurmatli ishtixonliklar va shahrimiz mehmonlari. Mana bugun muborak bir kun. Afrosiyob ko'chamizning ochilish marosimida sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qadaminglarga xijolat, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum aziz ishtixonliklar, aziz mehmonlar. Avvalambor xush kelibsizlar. Mana bugun bir ajoyib kun, quyosh ham chiqib ketdi. Ertalabdan bir yaxshi bir barakali kun. Men so'zimni boshida bitta narsani aytmoqchiman. Mana shu yaqinda 2 kun bo'ldi men safardan borib keldim. Indoneziya bilan Malayziya davlatlariga borib keldim-da. Juda katta ko'p musulmon xalq yashar ekan. 285 million xalq Indoneziyada yashar ekan, 135 million Malayziyada. 300 milliondan oshiq o'sha yerda asosan 90% musulmonlar ekan, juda ham islomni hurmat qiladigan, juda shu odamlarni taklif qildik bu yoqqa.
hammalari bir havas qiladi-da O'zbekistonga, hammasi. Sizlar deydi bir jannat makon yurtda yashaysizlar, shunaqa yurtda tug'ilgansizlar. 4 ta faslaringiz bor. Endi beri kelib ketganlar bor ekan ichida. Shular aytib beradi. Shunaqangi bir shirin mevalaringiz bor, shirin ovqatlaringiz bor, juda ajoyib xalqlaringiz bor, mehmondo'st xalqlaringiz bor, juda yaxshi bir tarixiy shaharlaringiz bor, buyuk bir madaniyatlaringiz bor. Qolaversa deydi bizga o'sha siz tomondan kirib kelgan o'zi asli islom. Sizlardan kelganlar kelib bizga shuni targ'ibot qilgan. Shunaqangi bir buyuk joy, biz albatta shu joyga boramiz deb hammasi bir xayrixohlik bildiryapti. Men to'g'risi bu gaplarni eshitib, birinchidan juda bir hayajonlanib ketganman, ikkinchidan juda bir ta'sirlanib, ko'zimdan yosh chiqib ketdi shuni eshitib. Shunchalik darajada xursand bo'lib ketdimki, o'zimni shu O'zbekistondan ekanligimda, shu yerga tug'ilganligimga shu darajaga xursand bo'lib ketdim. Albatta endi bu birinchidan katta mas'uliyat. Shunga munosib bo'lishimiz kerak, shunga munosib ishlashimiz kerak, shunga munosib bir madaniyatimiz bo'lishi kerak, albatta buni saqlashimiz kerak. Juda xursand bo'lib ketdim. Shuni endi albatta yoshlarimizga ham ko'proq aytishimiz kerak, yoshlarimiz ham endi shunga yarasha bir munosib bo'lishi kerak. Endi bugungi masalaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar, 2016-yildan boshlab o'shangacha mana juda nuroniylar, yoshi kattalar o'tiribdi. Shu ko'chalarimizda juda ahvol chatoq bo'lgandi oxirgi yillarda. Ayniqsa qishloqlarimizda ko'cha qolmadi desak ham bo'ladi-da endi. Yo'q edi ko'cha o'zi. Hamma yoq dabdalasi chiqib ketgan edi. Mana shu 16-yilda, 17-yildan ayniqsa boshlab barcha birinchi masala mana shu ko'chalarimizni qilib berish uchun hurmatli prezidentimiz juda qattiq turib, umuman qishloqlarda yo'llarni asfaltlashtirish, suv olib kirish, maktab, bog'cha, elektr hamma masalalarda birinchi navbatda mablag' ajratishimiz kerak, to'g'rilab olishimiz kerak shu narsalarni degan siyosatni olib borib, qisqa muddatda mana ko'rdingizlar 7-8 yil ichida hozir agar xato qilmasam qishloqlarimizni ko'chalarini bir 80-90, ba'zi ko'chalar qishloqlarda 100% gacha asfalt bo'ldi hozir. Juda ko'p joylarda mana ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Maktab bog'chalarimiz qayta tiklandi. Hammasi yana to'xtagan yo'q, bu narsa davom etyapti. Ayniqsa mana 2026-yilda juda ham katta mablag'lar ajratildi Samarqand viloyatiga hurmatli prezidentimiz tomonidan va bu mana bu yilga ham har bir faqat bitta markazda emas, har bir tuman, har bir o'sha olis hududda ham bu yil seziladi. Hurmatli prezidentimizning qanchalik darajada bizga bo'lgan munosabatlari, xalqni qanchalik yaxshi ko'rganlarini ko'rasizlar. Endi shulardan bittasi mana o'tiribmiz ko'chada boshlanganiga ko'p bo'lgan yo'q, xato qilmasam 7 oy davomida qurib ishga tushirildi. Yangi ko'chamiz 4 kilometr masofa. Bu juda ham muhim edi. Bu ishtiqonliklarni ham orzusi edi. Xato qilmasam Qo'shrobodliklar ham kerak edi bu yil, Payariqqa ham kerak bu yil. Chunki bu aylanma yo'l. Hammasi ishtiqonni markazdan o'tish juda bilasizlar. Hozir endi hammaning xonadonida qarib mashina bor, ba'zi birlarda 2 ta ham mashinasi bor-da. Shuni hisobida tirbandliklarimiz juda ham yuqori. Mana shu tirbandliklarni oldini olish, uzoqni yaqin qilish maqsadida mana shu yo'lga ruxsat berdilar. 40 milliard so'm mablag' ajratildi va shuni hisobida mana 7 oyda mana bu yo'limiz qurilib, ichida yana bitta ko'prik ham barpo etildi. Bundan tashqari mana atrofida trotuarlar qilingan, yoritish tizimlari qilingan. Umuman barcha qulayliklarga ega bir yangi yo'limiz paydo bo'ldi. Avvalambor bu uchun biz prezidentimizdan juda ham minnatdormiz, o'shiga rahmat aytamiz. Endi bu hozir bittasini ochyapmiz. Lekin bizada dasturimizda mana shu 2026-yilda ochiladigan ko'chalarning son sanog'i yo'q. Shunchalik ko'p mablag' berdilarki, bularni faqat endi shu ochish bilan o'tadi kunimiz. Mana shu hozir 6 oylikdan keyin mana havola esib ketdi, hozir boshlanadi asfalt qilish ishlari. Har kun ko'cha ochamiz, maktab ochamiz, bog'cha ochamiz, korxona ochamiz. Shu bilan kunimiz edi. Shunchalik darajada mablag'lar ajratib berdilar. Shuning uchun men o'ylayman, biz shunga munosib bo'lib, shunga yarasha ishlab, shunga labbay deb javob berib, biz ham qo'limizdan kelgancha albatta shunga javoban ishlashimiz kerak bo'ladi. Endi men bu yerda mana Bahrimdan kelgan bir rahmat aytmoqchiman, chunki mana shu ko'chani boshlanishidan boshlab har kun kelib qarib sifatli bo'lyaptimi, to'g'ri bo'lyaptimi, muddatli bo'ladimi deb quruvchini ham, hokimni ham tergab turdilar. Rahmat Bahrimdan aka. Baribir bizga shunaqa kerak, bir kishi so'rab turmasa ham bo'lmaydi. Bemalol rozi qolamizda fazla. Rahmat sizga, katta rahmat avvalambor. Minnatdorchilik bildiramiz mana Samarqandliklar nomidan sizga. Endi agar ruxsat bersangizlar, bugun bu ko'chani ochamiz. Endi ko'chani
bu yog'iga ishlatilishiga shuni sifatli qilib saqlab qolishiga albatta aktyorlar o'zi borasi bundan tashqari mana Bizni yaxshilab bir olib qo'y. qaraydi ko'chalarni qurib berish o'zini yo'liga mana ko'payib kulaveradi endi bundan buyon ko'p lekin endi biz buni saqlashimiz ham kerak buni qadriga ham yetishimiz kerak biz o'zidan bo'lmagan xalqni puliga o'ynayapmiz shuning uchun buni saqlashimiz kerak hali bu katta og'ir mashinalarni shuni qo'ymasligimiz kerak mana shu o'zi qanchalik ko'taradi shuni darajasiga saqlashimiz kerak. Tarixga olyapman, tarix uchun. Tarix uchun. Tarixga aylantiribmi bizlar? Mahallaga ham tashla. Gapirganmiz. Tarix shu 10 yildan 20 yildan keyin ko'ramiz-da. Umr berib tursa Alloh. Ungacha biza Ko'ramiz. Qarsak chaling. Neçe yıllar boyunca uzmanlık hareketlerinin Tomoklu tumanımız oranla bu yılda minnet kurgan. Neçe yıllar, 4 yıllar tuman hakim orunbasarı lavazimida ishlab kelgan AFP'dagi aziz insonimiz Rajab Hasan Madarimizga qo'yilgan marhamat. Yigirma yildan keyin o'zlaring ko'rib o'tirasizlar-da. Yigirma 30 yildan keyin ko'ramiz-da, arxiv qilyapmiz-da do'stim. Yuzing qop-qora qoldi. faqat men olar ekan. Shahzoddam olik. Jo'ralarga tashlaver va o'ylasadi. Barchamizga tinchlikka, osoyishtalikka xizmat qilsin. Yaxshi kunimizga xizmat qilsin. Mana shu yo'llar azaldan abad yaxshi kunlarga rahmat aytamiz. Azizlar, bu 5-6 oy ichida bunday katta bunyodkorlik ishlarini amalga oshishi bu o'zim quruvchi bo'lib o'tgan yonlarida turgan mana o'zingiz ham aytdingiz, hamkasbimiz, ham qishlog'imiz Bahriddin aka Valiyev o'tiribdi. Faxr bilan faxrlanib aytamiz. Bu kishini ko'magida, bu kishini yordamida zudlik bilan xizmat qilsin, yaxshi kunimizga xizmat qilsin. Hokimimizni mana shu yo'llar azaldan tez kelib xabar oldi. Yaxshi kayfiyat o'zim quruvchi bo'lib o'tganman. Ketgani uchun bu odamga Ishxonda Dolgos ahli yo'q bo'lgan nuroniylar nomidan rahmatlar aytaman. Bir obyektlarni qurardik 10 yillar. Charayib qolib ketardi. Odamni topolmay qolardi. Bu ishlarning barchasida birinchi navbatda muhtaram prezidentimizga rahmat aytamiz. Bu kishini yo'llarida turganda mana o'zingiz ham aytdingiz, hamkasbimiz, ham qishlog'imiz Bahriddin aka Valiyev o'tiribdi. Yangi zamonaviy faxrlanib aytamiz. Sportzal bu kishini ko'magida, bu kishini yordamida ko'z quvonadigan darajada hamma jihozlar bilan zamonaviy jihozlangan sportzal paydo bo'ldi. Hokimimizni bu mo'jiza emas aytganda samimiz 1 yilga bo'ldi. Bu prezidentimizni xalqni rozi qilgan degan joyiga javob quruvchi bo'lgan. Bu kishini 2030-yilga borib bu mo'jiza emasmi? Qishloq mo'jizalar makoniga chiqqan aylanmoqda. Turasini tiklaymiz. Sog' salomat bo'lingizlar. Yaxshilik tilashib. Ishtixon tumanimiz
qadimdan dunyoga mashhur bir tuman bo'lgan. Qadimda Ishtixonlar davlatining poytaxti ham Ishtixon sanalgan. Shunday bir ajoyib tog'u toshlar lolazor dovon oshib keng ravon yo'llarga yetib keldik. Borliqni yo'qdan yo'ndik. Qurdik yangi yo'l, ko'prik. Shukr orzular etgan kunlarga yetib keldik. Bedor kezar karvoning katta yo'lning boshida yo'l boshlagan sarvoning ayni yigit yoshida nurli manzil makoning oy yulduzlar qoshida tog'dek buyuk yelkangning to'lg'ongani rost bo'lsin. Ishtixonim uyg'onganing rost bo'lsin. Ka'bani tavof etgan hojalaring yurtsan. Murodi hosil murod jo'ralaring yurtsan. Vali o'g'li bahodir to'ralaring yurtsan. Tog'dek buyuk yelkangning to'lg'ongani rost bo'lsin. Ishtixonim uyg'onganing rost bo'lsin. Rahmat eting. Qo'shgan munosib hissasi uchun Nevtich Samarqand mas'uliyati cheklangan jamiyat ish boshqaruvchisi Yusupov Zokirjon Abdumalikovich davramizga chorlab qolamiz. Ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Marhamat. Yana xuddi shunday tashkilotimiz Nevtech Samarqand mas'uliyati cheklangan jamiyat ko'prik ustasi Umarov Alijon Qo'ylanovich. Marhamat. Qo'chqorov Kasimboy Ibragimovichga marhamat. Qarsaklar xuddi shunday tashakkurnoma bilan yo'l ustasi Polvonov Muhammadali Shomrodovichga marhamat.
Sizlarni avlodlaringiz bor ekan bitta boboni dafnetlashyapti. Bitta rasm ko'rsatdilar. Shuni otam tirikligida shu rasm. Qani endi reja qanaqa reja? Şu işlerde başında bo'lganlarga Allah Xudo yor madadkor bo'lsin. Amin. Bu yollarımız daima ravon bo'lsin. Amin. Muhterem prezidentimiz, ularni qo'l ostida ishlayotgan hokimlarimiz, barchalarning ishlariga Alloh yordamkor bo'lsin. Amin. Xalqimizning farovonligi bundan ziyoda bo'lsin. Hammaga muborak bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin bu ko'priklar ham yo'llar. Katta rahmat. Mana boshqalarga o'tirib qaytingizlar mana. Rahmat hammalaringizga. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, borlaringizga shukur. İşleriniz salomat bo'lsin. Qadrga teskari qol. Zo'r bo'lib turinglar, duo qilib turinglar. Rahmat. Rahmat. Rahmat.